Bugun jihod degan tushunchani asl ma'no va mohiyatini bilmagan yoshlarimiz yoki fuqarolarimiz noto'g'ri qadam tashlab qo'yishyapti. Qanaqa noto'g'ri qadam deysiz? Alloh va Rasuli rozi bo'ladigan yo'lda emas, balki egri qadam tashlab qo'yishyapti. Jihodni asl ma'nosini bilmaganlikning oqibatida yoki ba'zan qaysarlik oqibatida. Jihod o'zi inson bir ishga bor kuch g'ayratini safarbar qilishligi jihod deyiladi. Shar'iy istilohda bo'lsa, inson dini, vatani, obro'si, sha'ni, ahlini himoya qilishlik uchun intiladigan, qiladigan xatti harakati himoyasi jihod deyiladi. Ya'ni bir inson o'qishga jiddiy jahd qilyaptimi? Demak, o'sha o'qish, o'rganishda mujohid deb ataladi. Mujtahid, intiluvchan deb ataladi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni mana bobomiz Imom Buxoriydan rivoyat qilingan hadis sharif, Habibimiz alayhissalatu vassalomning huzuri shariflariga bir yosh yigit kelib, Payg'ambar alayhissalatu vassalomdan jihod qilishlikka izn so'radi. Ayni o'sha urush ma'nosidagi jihodga izn so'radi. Payg'ambar alayhissalatu vassalom nima dedilar? Ahayyul validak, ota-onang bormi, tirikmi dedilar. Haligi ha deganida Payg'ambar alayhissalatu vassalom borginda o'shalar haqida jihod qil dedilar. Ota-onangni borib o'ldir degan ma'no olamizmi? Yo'q. Ularga xizmat qilib, ularni rozi qilishlikda jiddiy jahd qilgan, bor kuch g'ayratingni o'shalarga sarf etgan, safarbar qilgan dedilar. Endi azizlar, atroflicha dalillar, hujjatlarni keltirishligimiz mumkin, lekin boshqacharoq yondashmoqchimiz mavzuga. Qanday yondashmoqchimiz? Shundayki, Payg'ambar alayhissalatu vassalom olamlarga rahmat etib yuborilgan zot o'zlarini oldilariga tashabbus bilan kelayotgan insonga ota-onang bormi? Ularga xizmat qilib, o'shalar haqida jiddiy jahd qilgan. Mana shunday munosabatni bildiryaptilar. Endi bugungilar Payg'ambar alayhissalatu vassalomning yo'llaridan tutayotgan O'zbekistondagilar emas, biz deyotganlar qani? Aytsinlarchi, Payg'ambar alayhissalatu vassalomning yo'llarida bo'lsangiz, siz yoshlarimizni urush o'choqlariga tortyapsizmi yoki ota-onangizga xizmat qil deyapsizmi? Ahli oilang bilan bo'l, bolangni bilimli qil. Bugun dunyoda kim g'olib? Bilimi ziyoda, ma'rifati o'tkir bo'lganlar bosh bo'layapti. Baribir dunyoda ikki kishilik jamiyatida musobaqalashuv bor. Ilm, ma'rifatda o'zganlar dunyoda demak egalik qiladi. Shunday deyishyaptimi yoki unday deyishmayaptimi? Agar da'volarida ulargina Payg'ambar alayhissalatu vassalomning yo'llarida yurgan odam bo'lsalar, bas ushbu hadis sharif haqida nima deydilar? Mana shunday mulohaza bilan qaraylik azizlar. Payg'ambar alayhissalatu vassalom o'zi tashabbus bilan kelib, men jihod qilaman, shunga izn bering degan insonga nisbatan ota-onang bormi? Mana shunday munosabat bildiryapti. Oilang bormi? Ahling bormi? Zakovating bormi? Hokazo mana shu narsalar bilan birga bugun Xudoga shukrki, urush shariat ruxsat bergan, mana ta'rifga to'xtalib o'tdik. Shariat ruxsat bergan urushga aloqador jihod yo'qmi? Ta'lim olgan bobolaring kabi bo'lgan. Dunyoda ularga falonchilardek bo'lgan degan darajani ko'rsatib bo'lmagan. Chunki o'zlari shu bobolaring shunaqa kuchli, bilimli insonlar bo'lishgan. Ibn Sino deymizmi, Al-Farg'oniymi, Imom Buxoriymi? Yana sizlarda shu bor. Chunki bobolaringiz isbotlagan, o'sha joyda o'qib o'rganing degan da'vatni qilishlari kerak. Balki ana shunga aslida majbur va unga buyurilgan edilar-u, ammo lekin ular o'zlarini ana shunday chirkin ishlarida tinch diyorda
agar yashasa yaxshi bir oilani egasi bo'ladigan, to'g'ri qadam tashlasa ko'p xayrli ishlarni egasi bo'ladigan, ta'lim oladigan bo'lsa katta ilmiy ishlarni yoqlaydigan bo'lgan yoshlarni endi urush o'rtog'iga chaqirayotganlariga biz qanday munosabat bildiramiz? Mana aqlimizga, idrokimizga havola. Mayli endi ular ana shunday botqoqda ekan. Bugun biz bir oz yelkamizdagi boshimizni ishlatib tafakkur bilan bo'ladigan bo'lsak, albatta bunday targ'ibotlarga, qo'shtirnoq ichidagi chorlovlarga, mehribonchiliklarga aldanib qolmagan bo'lar edi yoshlarimiz.